Keyingi videomiz qaysi telefon haqida bo'lishini so'rab, Telegram va YouTube kanallarimizni so'rovnoma o'tkazgandik. Va mana shu so'rovnomada ko'pchilik insonlar 90 fps li o'rta segmentdagi telefonlarni tanlashgandi va ikkinchi o'rinda esa Poco X7 Pro telefoni haqida video qilishimizni so'rashgan ekan. Va bundan tashqari birinchi va ikkinchi videomiz kommentlarda ham ko'pchilik insonlar Poco X7 Pro ni obzor qilishimizni va mana shu telefonni PUBG da test qilishimizni so'rashgan ekan. Shuning uchun bugungi videoda Poco X7 Pro ni obzor qilishni va tegirmonimizda test qilishni maqsad qildik. Assalomu alaykum, sizlar bilan Connect Mobile. Audio Jungle. Audio Jungle. Telefonimizni ochamiz va ichidan nimalar chiqishini ko'rib chiqamiz. Here we go. Qutisini rangisini ko'rib turibsiz. Bundan oldingi Poco X6 Pro modeli ham mana shunday rangda chiqqan edi, ya'ni sariq va qora ranglarni aralashmasida, ya'ni mix ranglarda. Bundan bilsak bo'ladi, ya'ni Poco kompaniyasi o'zining rangiga va uslubiga sodiq qolgan. Bu yerda qog'ozli konverter har doimgidek, bu yerda SIM karta uchun har doimgidek igna va chexol telefonimiz uchun. Rezina chexol va ba'zi garantiya qog'ozlari. Ularni chetga surib turamiz va bu yerda smartfonimiz. Aytgancha sizlarga bitta surprizimiz bor. Ya'ni videoni oxirigacha ko'rsangiz buni bilib olasiz. Bitta ko'rganimda men to'g'risi iPhone 16 ning dizayniga o'xshatib yubordim, ya'ni kameralar joylashuv. Telefon orqasi shisha emas, ya'ni plastmassa. O'rta segmentdagi smartfon uchun bu odatiy hol. Va smartfonimiz tagida esa 90 wattlik golovka va o'zining USB to Type-C kabeli. O'zi Poconing X seriyasi game uchun, ya'ni PUBG uchun ishlab chiqarilgan desam ham bo'ladi. Ya'ni esimda bor, 2021-yil Poco X3 Pro ishlab chiqilgan bo'lsa, toki 2023-yilgacha PUBG ixlosmandlari orasida juda ham ommabop bo'lib ketdi. Bundan tashqari birinchi videomizda ham Poco X6 Pro haqida chiqarganimizda uni o'zim ishlatib ko'rdim va bundan o'zim ham xulosa qildimki, Poco X6 Pro ham o'zining puliga yaxshigina arziydi va foydalanuvchi uchun yaxshigina komfort bera oladi. Endi X7 Pro ga keladigan bo'lsak, ekran 667 dyum AMOLED ekran, 120 Hz yangilanish chastotasi va bundan tashqari smartfonimiz IP68, ya'ni chang va suvga chidamlilik texnologiyasi bilan jihozlangan. Ekran Corning Gorilla Glass 5 bilan qoplangan, ya'ni bu joyda telefonni tushirib qo'ysangiz, ekranni sinishidan yoki tirnalishidan saqlaydi. Lekin buni biron joyga urib yoki tushirib sinab yurmanglar. Ya'ni bu 100% himoya qilib beradi deb ayta olmayman. Keling endi PUBG ga necha sekundda kirishini ko'ramiz. Mana 28 sekundda kirdi va endi grafikasiga o'tamiz. Ko'rib turibmiz, 120 fps ni poddershka qilyapti. Grafikasini ko'taradigan bo'lsak, Ultra HDR gacha boryapti. Baland grafikada o'ynashni maslahat bermayman. Qiziqishga o'ynab ko'rsangiz bo'ladi-ku, lekin telefon tez qizib ketadi va FPS stabil bo'lmaydi. Bu grafika va FPS ni amaliyotda sinash uchun birinchi TDM ga kirib oldim. Birinchi marta o'ynashim va 120 fps ni juda zo'r chiqarib beryapti. Ya'ni bittada sezilyapti telefon 120 fps ligi. Sensori juda yaxshi. Ba'zi telefonlar qanaqadir sensori sezgirlik ozgina past bo'ladi. Qo'lni harakatlanish ham unchalik qulay bo'lmaydi. Bunda esa bunday muammo yo'q. Lekin telefon qizigandan keyin FPS 120 dan 60 fps ga tushdi. Shu bilan sensorning sezgirligi ham qandaydir sal pasayganga o'xshadi. Balki pasaymagandir, 120 fps ni his qilib turgan ko'z birdan 60 ga tushib qolgani uchun shunaqa tuyulyapti shekilli deb o'yladim. Keyin magnitli kullerni ulab telefonning orqasiga qo'yib oldim. Taxminan 1-1,5 minutdan keyin yana 120 fps ga qaytdi. Ayni vaqtda Telegram kanalimizda videoda ishlatilgan kullerim va yana bitta magnitli kullerning konkursi ketyapti. Tugashiga atigi 2 kun qoldi. Albatta ulgurib qoling. Bu konkursimizda qatnashchilar ko'p emas, chiqib qolish ehtimolingiz katta. Albatta bu telefonimizni klassikda ham sinab ko'rdim. Mashinada yurdim, uzoqqa addacha ushladim, granata va har xil momentlarda test qilib ko'rdim. Hammasi yaxshi. Endi iPhone'chalik 120 fps ni stabil ushlab bera olmayapti, lekin o'z puliga juda ham zo'r. 120 fps mazza qilib o'ynayman desangiz, bu bilan bitta albatta kuller olishingiz shart. O'zi hamma telefonda ham shu qizigandan keyin FPS ni stabil ushlab bera olmay qoldi. Ko'pchilik aytadi, Android vaqt o'tgandan keyin qotadi deb. Lekin Androidni ham vaqti bilan optimizatsiya qilib ishlatsa, yangi holatdagidek ishlab beradi.
To'g'ri 2-3 yil o'tgandan keyin baribir telefon eskiradi, lekin shu vaqt ichida optimizatsiya qilib ishlatilsa, qotishlar bo'lmaydi. Endi esa batareykasiga keladigan bo'lsak, telefonimiz batareykasi 6000 amper sig'imga ega, kundalik ishlatish uchun 1 kunga yetadi. PUBG'da esa bemalol 5-6 soat maza qilib o'ynasangiz bo'ladi. Smartfonimiz 90 watt fast chargingga ega, 0 dan 100% gacha 45 daqiqada to'ladi. Mana telefonimizning barcha jihatlarini test qilib ko'rdik, hattoki PUBG'da ham qanday ishlashini ko'rdingiz. Endi esa xulosaga yetib keldik. Bunday xarakteristika va bunday narxga bu telefonimiz bemalol arziydi deb ayta olaman. Hattoki ba'zi bir flagman smartfonlar bilan ham bellashganda ba'zi bir kategoriyalarda ustun kelishi mumkin, lekin kamchilikka ega emas. Shu sababli bu telefonimizni barchaga tavsiya qila olaman. Videomiz boshida surpriz haqida gapirgandim. Kelinglar endi buni sal kengroq sizlarga tushuntirib beraman. Bu Poco X7 Pro telefonining yangisi Connect Mobile magazinimizda $360 dan boshlanadi, ya'ni xotirasiga qarab narxlar farqlanadi. Bu telefonimizni esa bir mijozimiz pul zarurligi tufayli bizga sotib ketdi va buni biz hamma joyini ko'rib, tekshirib oldik. Hech qayerda defekt yo'q. Yangidek turibdi. Lekin korobkasi ochilgan xolos. Va mana shu telefonimizni Connect Mobile obunachilari uchun atigi $299 ga birinchi yozgan insonga berib yuboramiz. Pastdagi nomerlarga yoki Telegram adminimizga yozishingiz mumkin. Telegram kanalimizda Poco X7 Pro va boshqa modeldagi telefonlarimizni ham topishingiz mumkin. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Barchangizga xayr, doim FPSingiz yuqori bo'lsin.